Chust tumanida joylashgan Iftixor NIM stansiyasiga zamonaviy 63 ming kuch transformatori joylashtirildi. Mingbuloq tuman elektr tarmoqlarida podstansiya Jamshiddan chiqqan 110 kilovoltli O'zbekiston havo tarmog'ini eng namunali tarmoq qilish uchun tanlab olganmiz. Mana bu yilga juda ham bir yaxshi yil keldi. 2025-yil. Yil boshidan boshlab qo'lbola yog'och stolbalar hammasi beton stolbalarga almashtirilyapti. Mana hozir ikkita yangi transformator kelib o'rnatilyapti. 8 kilometrdan oshiqroq yopiq kabellar tortilmoqda. Yog'och stolbalarni beton stolba o'rnatib, keyin kabelga o'rnatyapti. Buning natijasida hamma xursand bo'ladi. Mana yangi transformatorlar, yangi sim yog'ochlar o'rnatilib, xalqimizning talablari qondirilyapti. Elektrisitet boshlig'iga, mutasaddilarga, hammalariga juda ham katta rahmat bildiramiz. Muammolar juda ko'p bo'lardi. Sal shamol bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, transformatorimiz hadeganda suyut tashavordi deb 2-3 kunlab suyutlar bo'lmasdi. Rahbarlarimizga, elektrisitet xodimlariga rahmatki, muammolarni hal qilib berayotgani uchun